mijozimizda yuzini tozalab oldimda peshona va ko'z atrofiga botulotoksin qildim. Boteks qilgandan keyin vitamin C maskalar bilan terini to'yintirdim. Odatda botulotoksin 10 kun 12 kundan keyin ishlab boshlaydi. Lekin patsiyentimizda unga qarasak botulotoksin sraz ishlagan, to'g'rimi? Qamani o'zingiz ko'rdingiz, dog' poslisini sizga ko'rsatdim. Nima o'zgarish sezdingiz? O'zgarish zo'r sezdim. Yaxshi, уже sraz ishlab boshlangan уже. Hatto hozir ajinlab ketgan. Hozir mana masalan birinchi yana qo'yasiz-ku, обезболивающий. Uni dardi ketmay, bu уже ta'sir beradi. Lekin kamdan kam mijozlarimda bunaqa holat yuz beradi. Mijozimiz bilan savol javob qilganimda spirtnoy ichimlik, chekimlik, achchiq narsalardan ehtiyotlaningiz, bunaqa narsalar umuman iste'mol qilmayman deysiz. Organizm nimaiki protsedura qilsak, u sizda to'g'ri ovqatlanishingiz, mumkin bo'lmagan narsalarga rioya qilsangizgina yaxshi ishlab, yaxshi ushlaydi. Siz umuman bunday narsalardan uzoqda bo'lganingiz uchun hozir yuzlarini ko'rib o'zim ham hayron qoldim. Sraz ishlab boshladim. Xursandmisiz? Xursandman. Rahmat, keling. Rahmat. Bu lazzat. Rahmat.